Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Husanovni olib qolganlarni sotib yubor. Angliya Premyer Ligasining navbatdagi turida Manchester City futbolchilari to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi Nottingham Forest mehmoni bo'lib, raqibga kichik hisobda yutqazdi. Shu tariqa Josep Guardiola shogirdlari 3-o'ringa ko'tarilib olish imkoniyatini qo'ldan chiqardi. O'rmonchilar esa bitta gol evaziga shaharliklar bilan oradagi farqni 4 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 3-qatoridagi pozitsiyasini mustahkamlab qo'ydi. Manchesterlik muxlislar bu mag'lubiyatni juda og'ir qabul qildi. Ular Manchester City'ning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'z fikr-mulohazalari va e'tirozlarini bildirib o'tmoqda. Fanatlar faqat Abduqodir Husanovning harakatlaridan qoniqish hosil qilayotganini ochiq-oydin aytmoqda. Maydonda to'liq harakat qilgan Husanovning o'yini necha ballga baholandi? Shaharliklar sharafini himoya qilayotgan Abduqodir Husanov Nottingham Forestga qarshi uchrashuvni to'liq o'tkazdi. Legionerimizning o'yiniga mashhur analitik dasturlar tomonidan qo'yilgan ballar bilan tanishing. SofaScore 703 ball, FlashScore 701 ball, FootMob 701 va WhoScore tomonidan 608 ballga loyiq ko'rildi. City'ning navbatdagi o'yini Etihadda Brightonga qarshi bo'lib o'tadi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.